Assalomu alaykum azizlar, e'tiboringiz markazida Cheksiz olam kanali. Tuya suti haqida, uning shifobaxshligi haqida bilmaydigan inson bo'lmasa kerak. Hech bo'lmasa uning gepatit kasalligidagi shifosini hamma yaxshi biladi. Tuya sutidagi vitaminlar echki va sigir sutidan ham foydali ekanini, u hatto meva va ko'katlar o'rnini bosa olishi mumkinligini bilasizmi? Ushbu videomizda tuya suti qaysi kasalliklarga davoligi va qanday iste'mol qilish lozimligi haqida ma'lumot beramiz. Kanalimiz rivojlanishiga yordam berish uchun like bosishingizni iltimos qilamiz. Tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino tib qonunlari asarida tuya sutining shifobaxshligi xususida yozib qoldirgan. Unda aytilishicha, eramizdan 2000 yil avval Arabistonda tuyalar qo'lga o'rgatilib, xonaklashtira boshlangan. Shundan beri uning ham go'shti, ham sutidan foydalaniladi. Tuya suti juda mazali va to'yimli mahsulotdir. Sharq mamlakatlarida bu ne'mat azaldan sevib iste'mol qilinadi. Ta'mi shirin, biroq bu to'g'ridan-to'g'ri tuyaga berilgan suv va uning yemishi sifatiga bog'liq. Umuman olganda, tuya suti juda yog'li emas. Uning yog'liligi 5% dan oshmaydi. Shuningdek, tuya suti sigir sutidan ko'ra foydaliroq. Chunki undagi temir, D va C vitaminlari sigir sutinikidan 3 barobar ko'p ekan. Sut shakari, kazein va laktoza moddalari esa aksincha tuya sutida kam miqdorda bo'ladi. Tuya sutidagi B1 va B2 vitaminlari miqdori qo'y hamda echki sutidagi vitaminlarga nisbatan ham ko'proqdir. Bundan tashqari, yog' kislotalari tufayli bu mahsulotni muzlatish mumkin. Eritilgandan keyin uning zardobi ajralib qolmaydi. Kaloriyasiga kelsak, bu ko'rsatkich yuqori emas, 82 kilokaloriyani tashkil etadi. Shuning uchun vazn tashlash davrida va qomatni buzmaslik uchun ham uni oz miqdorda iste'mol qilishga qarshilik ko'rsatilmaydi. Mutaxassislar sutni ertalab nonushtadan 1 soat oldin yoki ovqatdan 1,5 soat keyin ichishni tavsiya qilishadi. Sutkalik me'yori esa 500 ml, ya'ni yarim litrdan oshmasligi lozim. Qaynatish tavsiya etilmaydi, chunki tuyaning suti tezda zardob ajraladi va tvorogga aylanib qoladi. Tuya sutidan tayyorlangan qatiq shubat deyiladi va sil 12 barmoq ichakdagi yaralarni davolashda foydalaniladi. Bilasizmi, Shvetsiyada tuya sutidan shokolad tayyorlanadi, lekin uning ta'mi biroz nordonroq bo'ladi. Tuya sutida D vitamini mavjudligini hisobga olsak, bu mahsulot bolalarda osteoporoz va raxit xavfini ham kamaytiradi. Shuningdek, bolalardagi astma va nafas qisishlarda xalq tabobatida qo'llaniladi. B guruh vitaminlari esa asab tizimining faoliyatini normallashtiradi va stress, uyqusizlik hamda charchoqdan qutulishga yordam beradi. Ko'p miqdorda natriy mavjudligi uchun tuya suti chanqoqni tezda qondiradi. Bu cho'lda safar qilish davrida ayni muddaodir. Tuya sutining saraton va oq qon kasalligini davolashda yordam berishi ham ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Ushbu sutdan sil, yaralar, oshqozon ichak tizimi kasalliklarida, oshqozon osti bezi, jigar kasalliklarida samarali foydalaniladi. Bizda tuya sutini ko'pincha gepatit va jigar sirroziga buyurishadi. Bu sut jigardagi yallig'lanishni kamaytiradi, bemor immunitetini kuchaytiradi. Agar bemorning immuniteti past bo'lsa, har kuni yarim litrdan yangi sog'ilgan tuya sutini och qoringa ichib yurish lozim. Keyin 4 soat o'tgach ovqatlansa, 1 oy yoki uzog'i bilan 40 kundan so'ng o'zida albatta ijobiy o'zgarishlarni his qilar ekan. Ushbu sut B virusli gepatit bilan og'riganlarga tavsiya etiladi. Sutni qandli diabetda, teri kasalliklarida ham qo'llash mumkin. Aynan teri elastikligini yaxshilagani sababli kosmetologiyada ham faol qo'llaniladi. Biroq albatta e'tibor qarating, tuya sutini iste'mol qilgan davrda bemor achchiq, sho'r, dudlangan va turli konserva mahsulotlari, shuningdek spirtli ichimliklarni ichishi, sigaret chekishi mutlaqo mumkin emas. Chunki parhez tutish tuya sutining shifobaxsh ta'sirini oshiradi. Dastlab bu sutni iste'mol qilganda bemorning ichini surishi mumkin, yana kusish ehtimoli ham bor. Bu holatda ham bemor sut ichishni to'xtatmasligi kerak. Organizm bu vaqtda tanadagi ortiqcha hild, ya'ni shlaklar, zaharlardan tozalanayotgan bo'ladi. Biroz vaqtdan keyin ham ich ketishi to'xtamasa, u holda tuya sutidan tayyorlangan qatiq ichish lozim. Tuya suti tabiiy, toza asal bilan ichilsa, gijjalarni yo'qotib, me'da ichak tizimidagi yaralarni ham tuzatadi. Yangi sog'ilgan tuya suti gastritga davo hisoblanadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar tuya suti meva va ko'katlar o'rnini bosa olish xususiyatiga egaligini aniqladi. Doktor Abdulati Kamil tuya suti tarkibidagi sahro odamlar uchun zarur bo'lgan vitamin va minerallar yetarli ekanligini aytadi. Tuya suti tarkibida juda ko'p miqdorda C vitamini mavjud bo'lib, sahroda yashovchilar uchun yangi uzilgan meva va ko'katlar o'rnini bosuvchi benazir ne'mat hisoblanadi. Tuya sutidagi vitamin va tuzlar miqdori sigir sutidagi xuddi shu elementlar miqdoridan 3 barobar ortiq, ammo u organizm tomonidan osongina hazm qilinadi va odam tanasida tezda singib ketadi.
Biroq shuni unutmangki, tuya sutining zarari ham bor. Tuya suti o'zlashtirishning buzilishlarida zarar qilishi mumkin. Masalan, ushbu sutga nisbatan allergiya bo'lishi. Shuningdek, sut o'z tarkibida laktoza tutadi. Bu moddaning o'zlashtirilishi qiyin bo'lishi mumkin. Natijada bo'g'imlar teri osti yog' qavatida yig'ilib, sellyulitni rivojlantiradi. Agar organizm kazeinni o'zlashtira olmasa, bunday sutni ko'p ichish orqali organizmdan kalsiy chiqib ketadi. Bu esa suyaklarning sinuvchan bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bizdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.